Xursandman shunaqangi klinika borligidan. Dejurstvoda turgan vrachlar ham xabar olishyapti. Medsestralar har yarim soat, 1 soatda kirib davleniya o'lchashadi, xabar olishadi, kamchilik yo'qmi deb so'rashadi. Shonada ozgina travma bo'lib qolgan edi. Oyog'im qayrilib ketib, MRT qilishdi. MRT natijalariga qarab turib Islom Abdullayev, Islom Tilmanovich ko'rib, buni srochniy operatsiya qilish kerak. Operatsiya qildi. Operatsiyadan udachniy zo'r chiqildi. Hozirgi kunda ertasi kuni oyoqqa turdim. Cho'tki, hamma yo'q zo'r. Mana hozir yuribman. Endi ozgina buni strafovka uchun berishdi. Atak o'zim yuribman. Yaxshi. Vrachlarga gap yo'q. Xursandman shunaqangi klinika borligidan. Shunaqa klinikalar ko'paysa odamlarga ham yaxshi bo'ladi. Yengillik bo'ladi. Sharoitlar juda zo'r.